أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Bugün okumakçı olan suremiz Suratul Tariq Mekkiye, yani Mekke'ye mensup ayet sure. Bunun umumi ayet sani 17 ayet. Bu sure ilgirki surlarga o'xshash Mekki xarakteridagi temalarni o'z ichiga olgan, ya'ni Allohning qudratiga dalolat qiladigan dalil faktlar, insonni yo'qligi kutib bo'lgandan keyin tirilish ahvoli, qiyomatdagi inson etishni xohlamaydigan maxfiy dunyoda qolgan yaxshi yomon ishlarning hammasining etilish masalasi, ondan keyin Qur'onning haqligi, Payg'ambar alayhisolamning haqligi, insonlarning qo'yitilganligi, qandaqdir Allohning ularga boshqacha qarag'anlik emas, balki ma'lum mezgil muhlat berganligi, oxirida hammasininki og'amchisining yig'ilib yaxshi bo'lsa yaxshi shaklda, yomon bo'lsa yomon shaklda mukofot jazolarining ayrildiganligi qatorliq mazmunlarni tilga olgan. Bu mazmunlar biz ilgirki nurg'un darslarimizda deb o'tganimizdek Makki suralarninki, Makki oyatlarning xarakteri. Hamda Abdurrahimahulloh mushu mazmunlarni bizga darsimizning boshidagi Baynaday sura degan temaning ostiga yig'ib bergan. Abdurrahimahulloh "Hadihi suratul karima min as-suril makkiyya." Bu sura karima Makki suralarining qatoridan bo'lib, bu sura İslam aqidasiga munosabatli bir qism ishlarni o'ttirib qo'yadi, shu ishlarni hal qiladi. Suraning mazmuni tirilish va qiyomat kuni yig'ilishga iymon etish atrofida cho'rdaydi va o'tkir, keskin dalil faktlarni Allohning tirildirishga imkoniyati yetadiganligiga, Allohning tirildirishning mumkinligi va qudratiga o'tkir, paketli, nurliq, ro'shan faktlarni bu sura o'tirib qo'yadi. Chunki fa innallazi xalaqal insan minal adam, insonni yo'q yerdan yaratgan zot uni o'lib bo'lgandan keyin qayta tirildirishga ham qodir. ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالسماء ذات الكواكب الساطعة التي تطلع ليلا لتضيء للناس سبلهم. Sura Kerime nurluq, yulduz igisi bo'lgan osmon bilan qasam qilish orqali boshlandi bu sura. Bu yulduzlar kechasi chiqib kishilarga yo'llarini yuritish uchun, shu yulduzga qarab quruqliq va dengizning zulmatliklarida yo'l tepib minish uchun chiqadigan shu yulduzlar bilan qasam qilib boshlandi. Qasamni nimaga qiladi? Qasamni qiladigan ahvol ala anna kulli inson qad wukkila bihi ma yahrisuhu. Har insonga shu insonni muhofazat qilib qo'g'daydigan bir farishta vakil qilinadiganligiga ve onun işlerini bitirib qiladigan, yataahadu amrahu degan işlerini bitirib qiladigan abrar malaikalarning vakil qilinadiganligiga Allah qasam qilib turib surani boshladi. Bu mazmunlar was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu ath-thaqib in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz degan mazmunlarda ilgari surildi. Ikkinchi temada thumma saqat el-adillatu vel-barahin ala kudret Rabbil alamin. Bu suradaydı. Rabbil alaminninki insan yo'qolib ketib bo'lgandan keyinki qayta tirildirishga insonni qudratining yetadiganligiga dalil faktlarni o'tirib qo'yadi. Bu mazmunlar falyanzuril insanu mimma خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر degan bu mazmunlarda o'tirib qo'yiladi. Ondan keyin bu sura thumma akhbarat an kashf al-asrar. Ondan keyin bu sura sirlarning aytiladiganligi, oxiratda butun yepiq ishlarning hammasining yiritiladiganligi, hatkil astar degani perdelarning yiritiladiganligi. Bu vaqtda la mu'in insonga hech yordam berguchi yo'q, va la nasir, hech bir ishlarini bitaraf qiladigan, uningga hahud ishlaydigan kishining bo'lmaydiganligini bizga xabar qiladi. Bu mazmunlar yawma tublas sarair fama lahu min quwwatin wa la nasir degan oyatda tilga olingan.
Ve hutimet suratul kerime bil hadis anil Kur'an'il azim. Bu sure kerime Kur'an-ı Kerim'den, Kur'an-ı Azim'den sözleş bilen ahırlışıdı. Bu Kur'an-ı Azim Peygamber Aleyhisselam'ın mengölük mucizesi, bütün kişiler gidadigan paketi bulup muşu sure Kur'an'ın rastlılığını bizge bayan kılıdı. Mucrim, cinayetkar kuparlarga dertlik azab bilen agahlandırış biridi. Bu mezmunla "Ves-semâi zâtir raca vel-ardi zâtis sada innehu laqavlun faslu ve mâ huve bil-hazl innehum yekîdûne keyden ve ekîdu keyda femehhilil kâfirîne emhilhum ruveyda" degan mezmunlar bilen ahirleşip şu mezmunlar bayan kılındı. Endi biz tefsirini başlashdan ilgari dersimizning lug'at qismiga kelaylik, so'zlik qismiga. Surimizda "Ves-semâi vet-târiq" degan oyatda at-târiq deb bir dona so'z bor. Bu so'z taraqa yatruqudan ilingan so'z bo'lib, asl lug'at ma'noda qattiq urush ma'nosida, masalan, ishikni dong qaqqan bo'lsak, buning ismi taraqa. Bir narsani göm ugan bo'lsak, buning ismi taraqa. Adeta normalda tömöçülerinin bazgallarını mı mitraqa deb qo'yamiz odatda. Ve kullu ma jaa bileyl kechida kelgan har qanday odamni tariq deb qo'ydi, chunki kechida kelib ishikni, masalan, bizning ishikni tak qilib bizga ma'lum bir xabar yoki mehmon sifatida kechida kelgan odamni tariq deb qo'ydi. Bu yerda bundan bu maqsad emas, ya'ni bu yerda yulduz maqsad yoki kechida kelib paydo bo'lib kunduzi yushurinadigan yulduz yoki unda bo'lmasa kechada keladigan har qanday kagirchi buning mufassirlarning har xil tafsirlari bor. Ikkinchisi dafaqadan chiqqan, ya'ni kuch, qattiq to'kilgan bir narsani, masalan, bulduq etilgan yoki bir jo'makdan kuchlan chiqqan suv degandek bir narsalarni dafiq deymiz. Odatda dafaqalma dafqan deb qo'ydi, suv kuchli, qattiq etilib chiqsa, quyilsa, buni dafaqalma o dafqan deb qo'ydi. Taraib degani ko'krak so'ngini ko'rsatdi. Bu taribaning ko'pligi fasila fasailga o'xshash. Fasila fasailda mana shekilli ko'plik qilinadi ya, bu shunga o'xshash. Imroil Qays bir she'r o'qigan, bu she'rida shu taraib degan lug'atni ishlatgan. Taraibuha masqulatun kesenjali degan shaklda kelgan. Yani bunun she'rining tarjimasida uning ko'krak so'ngiki xuddi oltinga o'xshash paqrab turibdi degan ma'noda mushurundimi. Ondan keyin surimizda "Ves-semâi zâtir raj'i" deb bir iborat bor. Bu yerdagi ma'nosi yomg'ir degan ma'noda. Nimishqa yomg'irni raj'i deb atagan, raja'a asli qaytgan ma'noda emasmi desa, bunun zaminga tekrar osmondan qaytib tushsin, zamindan o'rlab bu havo shaklida, ya'ni buz shaklida, andan keyin bulutun qayta o'rlab tushadigan, qayta tushadigan bunda bir alohidligi bo'lganligi uchun shu yomg'irni raj'i deb atalgan. Sad'i deganimiz zamin shuningdan yeriladigan, ya'ni zaminni yerib chiqadigan o'simliklarni sad'i deb qo'ydi. Ruvayda degani azroq yoki yaqinda degan ma'noda keladi. Savoqdoshlar, biz shu tafsirga kiraylik. Diqqat. "Ves-semâi vet-târiq ve mâ adraka mat-târiq." Alloh qasam qilib deyotdi. Osmon bilan qasam va tariq bilan qasam. Ya'ni osmonlar bilan qasam, nurluq kechasi oshkor bo'lib, kunduzi yushurinadigan yulduzlar bilan qasam. Bu yerdagi tariqni biz bayat deganda kechida kelguchi degan bo'ladi. Ya'ni kechida kelib, kunduzi yo'qaydigan yulduzni shu xil shaklda atagan. Endi mufassirlar deyotdi, najmini tariq deb atilishi chunki bu yulduzlar kechasi yazhar bil-layl ve yaxtafi bin-nahar. Kunduzi kechasi oshkor bo'lib, kunduzi yo'qaydi. Va kullu ma yaji'u laylan, kechada keladigan har qanday shayni biz tariq deymiz odatda normalda. Va ma adraka mat-tariq, ma'nodagi tariq degan nima degani masalani sal cho'ngliqni ifodalash. Bilamsa bunun nima ekanligini boshqalardan so'rash emas. Odatda normalda biz bir-birimiz bilan paranglashgan vaqtda bir narsani gapini qilganda bilamsa va qanday narsa bilamsa deb qo'yamiz-ku. Undan so'rash emaski maqsad u narsaning hajmining o'ylagandek emas degan ifodalamoqchi. Shu bu yerda aytib tur, bu istifhom, ya'ni masalani yo'g'on ko'rsatish, tafhim va ta'zim degan narsani buyutish uchun kelgan istifhom. Ya'ni Muhammad bu yulduzning mohiyat xarakterini nima ekanligini nim bildirdi sana degani. Nim bilsan, bilmamsan yoki bilmamsa, o sen inson tasavvurundagidan yuqori bu demakchi.
Andikin davatıdı yani summa fassarahu bi qawl Allah yuqoridagi at-Tariq ne o'zining tuvandagi so'z bilan tafsir qilib an-najmus saqib yani o'tkir yulduz. Yani yoruq yulduzga qarong'ilikni o'zining yoruqi bilan nuri bilan kesib o'tadigan, tishib o'tadigan yulduz. Saqib asl lug'at ma'noda tashkuchi degan ma'noda, İmam Saviy davatıdı Allah subhanahu wa ta'ala o'zining Kitabul Majidda Muşu quyoshni tilga ilishtirib, ay, yulduzdan tilga ilish ahvollari Allohdan ko'p bo'ldi. Yani Allah Qur'onda ko'p o'rinlarda ayni tilga oldi, quyoshni tilga oldi, yulduzni tilga oldi. Chunki bularning shakl o'zining musofisidagi yani mengişlerdeki, çıkış orunlarındaki, petiş orunlarındaki ahvallari bir ajoyib iş bulup, Xaliqining mükemmellikte, yalğız ekanligiga dalolat qiladigan, yani büyük qudratini ifodalaydigan bir xil ahvollar bor. Chunki bir ish shu ishni qilg'uchiga dalolat qiladi. U yulduzlarning cho'ng kichik hajmlari, soni, masalan quyoshning ahvoli, oyning ahvoli, bularning ritmlik shakldagi aylanishlari, harakatlari, shularning hammasiga inchkilik bilan bo'lib bugungi zamonimizda boshlang'ich bolalarning biladigan darajadagi ishlar bu. Mushu ishlarga bir nazar tashlagan odam o ishlarning tasodifan bo'lib qolmaganligi yoki odatdagi bir kishi tarafidan bo'lmaganligi balki buyuk qudrat egasi, inchkilik bilan, naiti hikmat bilan, tutqon bilan loyihalangan bir loyiha ekanligi hech kimga maxfiy emas. Shu tufaylidan Qur'oni Karimda bu nuqtalar intayin ko'p tilg'alingan. In kullu nafsin lamma alayha hafizan ma yuqoridagi qasamning javobi. Ya'ni ma'no bilan qasam, buni bilan qasam, buni nimaga qasam? Qasam bu. Ya'ni ma'u qasamning javobi bo'lib, har qanday nafs bilan bo'ladi ekan, buningda malaikalardan bir hafiz bo'ladi. Malaikalar shu nafsning amallarini saqlaydi, amallarini sanab turadi. Ma taktib min khayrin va sharrin. Qilgan yaxshi yomonlik hammani sanab turadi. Xuddi Alloh taolaninki va inna alaykum lahafizin kiraman katibin degandek. Ibn Kasir da'vatida kullu nafs har qanday bir kishida alayha Alloh subhanahu va taoladan shuni ofatlardan saqlaydigan bir hafiz, saqlovchi malaika bo'ladi deb manda tafsir qilgan. Ondan keyin Alloh subhanahu va taolo insonning yaratilish ahvoliga tafakkur qilish, qarashga buyurib, nimishqa qaytadan tirildirish va yig'ishning mumkinligiga eskartish uchun da'vatida falyanzurul insanu mimma xuluq. Qanchalik nimitdi insonni qaytadan yaratish. Ülüp bo'lganidan qaytadan tirilishga, shaq qilishga nada o'rin va inson o'zining dastlabki yaratilish ahvoliga qarab baqdi. Bu qarab baqsin, asli nada deydi o, nimadan yaratildi, qanday bosqichlarni bosib o'tdi, qanday yo'llar orqali yaratildi, qarab baqslar masala aydinlashadi. Ya'ni inson o'ziningki tunji dastlab yaratilishiga tafakkur va e'tibor, ibrat shaklida qarab baqsin, inson Allohni nimadan yaratdi? Xuliqa min ma'in dafiq. Yani o itlib chiqqan spermadan yaratildi. Bu sperma kuch bilan qattiq to'kiladi, erdan, ayoldan to'kiladi. Fayatakawwanu minhu al-walad. Bu spermadan bola shakllanadi Allohning izni bilan. Yakhruju bu suv deydi. Bu sperma yakhruju min bayni sulbi va tarab. Erninki sulbidan, erning sulbining uch tarafidan va tarayib ayolninki tag'oq so'nki, ya'ni ko'krak qapas so'nki dening o'tiridan chiqadi bu. Ya'ni bu suv sulbi bilan ko'krak so'nkining o'tiridan chiqadi. Ayoldan, erdan sulbidan, ayol kishidan ko'krak tag'oq so'nkidan chiqadi. يخرج هذا الماء من بين الصلب وعظم الصدر من الرجل والمرأة شنما إنه على رجعها لقادر. Yani insan muş noktalar obdan tefekkür nazarından qarab chiqqan vaqtida shuni bilalaydi-ki, Allah o insonni qaytarishga qodir. Dastlabda oddiy qaralgan, oddiy kuralgan yerlardan shuncha murakkab insonni yo'q yerdan yaratgan Allah uni yaratib bo'lgandan keyin qaytarishga tabiiy qodir. Allah subhanahu wa ta'ala insonni dastlab yaratgan Allah subhanahu wa ta'ala uni ilib bo'lganiga qaytarish qodir. Ibn Kasir da'vatida Allah subhanahu wa ta'ala inson o'zi yaratilgan aslining intayin ojiz ekanligiga eskartib. Chunki uningda qarasi bak oddiy bir ayolning o'tiridan paydo bo'ladigan bir sperma suv. Menidin yaratilganda o. Bir oddiy ishlar, oddiy bir nuqtami bu. Inson eng tuvan, eng o'ylashdim odam normalda bek nazarga ilinmaydigan taraflardan yaratilgan inson qaytadan yaratilishi tabiiy.
ibn Kasir deyotdi mushay keldi chunki va arshadahu ila al-i'tirof bil ma'ad Alloh subhanahu va taolo insonni bu orqali kelgusini e'tirof qilishga kelgusidagi qaytadan tirilishni e'tirof qilishga yetaklab chunki dastlabda yaratishga qodir bo'lgan zot uni keyin qaytadan yaratishga bitariqa avla abayatın degan gapni abayatın qodir yawma tublas sarair ya'ni bu kunisi bu inson tiriladigan kun qanday kunisi butun sirlar aytiladigan ya'ni qalblar imtihon qilinib siniladigan qalblardagi aqida niyatlarning hammasi bilinadigan shu qalblarning yaxshi bo'lganlari bilan nachar bo'lganlarini o'tirishib farqlantirib ayriladigan bir kun fama lahu min quwwati va la nasqir u vaqtda insonga shu kunda uni azobni dafi qiladigan bir kuch quvvat uniga yordam berib uni qutqizib qoladigan bir yordamchi bo'lmaydi tashildi keldi lamma kana daf'ul makar fi dunya imma bi quwwati al-insan dunyodagi ba'zi yomon ishlarni dafi qilib yomon ishlardan saqlanish insonning ya o'zining kuch qudrati bilan yoki uning boshqasining unga yordam qilish bilan bo'lgan chiqadi dunyoda Alloh subhanahu va taolo bu ahvolni qiyomat kuni yo'qotadi ya'ni bunday ahvol bo'lmaydi dunyoda o'zingizning kuchiga tayanib ba'zisini qila olasiz boshqalar sizga yordam beradi u tunishingiz bu tunishingiz orqali bu ishlarni qila olasiz oxirat unda ish yo'q ya'ni insonning o'zida quvvat yo'q la quvvata lahu fi nafsihi va la ahad yansuruhu min Allah Allohning tarafidan unga yordam bergan hech kishi yo'q Alloh subhanahu va taolo başlanış ve ahirlash masalasini tilga ilib qaytadan mo'jiza kitobning rostligiga qasam masala eng negizlik masala shu insonning yaratilish bu ahvollarda deb bo'lgandan keyin gapning to'chkisi buki was-samaa'i zatir raj'i ya'ni yomg'irliq osmon bilan qasamki bandalarga pat tushib turadigan Ibn Abbosda raj'a matar degan gap shu yomg'ir bo'lmasa edi kishilarimiz halok bo'ldi ularning chorvalari halok bo'ldi wal ardi zatis sad'i yani yeriladigan zimin bilan qasam yeriladigan zimin degan agar Alloh ziminni qattiq qilib yaratib qo'ygan bo'lsa xuddi biz betonlab sementlab chaqchuq bosib qatirotimiz emasmi butun zimin ashta bo'lib qolgan bo'lsa hech narsa unmagan bo'lsa inson yashamaydi mushil xil ya'ni bir narsa unadigan insonning hayotiga kafolat qiladigan shaklga yaratilgan bu zimin bilan qasam ya'ni yerilib turadigan zimin bilan qasam buningdan o'simliklar daraxtlar gullar chiqadi shu Ibn Abbos aytadi bu zimin yerilish degan iborat bu o'rindagi o'simlik yoki mevalardan yerilishni ko'rsatadi ya'ni Alloh subhanahu va taolo bizga suvni to'kadigan osmon bilan va meva o'simliklarni chiqiradigan zimin bilan qasam qildi demak insonga berilgan ne'mat bilan qasam qilyapti Alloh osmon xalqlarga nisbatan dadiga o'xshaydi zimin ularga nisbatan oniga o'xshaydi u ikkisining o'rtasidan buyuk ne'matlar umum yaxshiliklarning hammasi maydonga keladi dal mushu ne'matlar bilan inson hayvonning mavjudiyati ziminda davomlashadi mana bu Allohning zimin bilan va osmon bilan qasam qilishiningki tub maqsadi chunki inson shunisiz yashayolmas osmondan suv tushmasa zimindan bir narsa chiqmasa har qancha taraqqiy qilgan bir davrdami yeydigan narsa zavoddan chiqa olmaydi innahu laqawlun fasl ya'ni bu Qur'on haq bilan botilni o'tirini ayiradigan Qur'on uning bayon ifodaları, teşri' qonun ahkomlari mo'jizlikda chekiga yetgan. Va ma huwa bil hazli. U Qur'oni Karim chaqchaq behuda emas. Yani Qur'oni Karimda o'yin, tomosha, behuda gaplarning hech narsa yo'q. Bu hammasi amaliy, jiddun kullu din hammasi amaliy bir ifodalar, amaliy kalam. Chunki u ahkamul hakimin bo'lgan Allohning kalomi. Buni o'quvchilar cho'qim buning oyatlaridan vaznasida elishi kerak. Uning yetaklamalari bilan ko'rsatmalari bilan yo'l tepishi kerak. Yastanir degan o'zining yo'llarini bilib olish kerak. Uning tavjihat ko'rsatmalari, irshodat yetaklari bilan. Innahum yakiduna kada. Ma mushriklar Makkaning kufarlari nurg'un Allohning nurini o'chirish uchun Muhammad alayhisolamning shahidini batil qilish uchun nurg'un hilm-harakatlarni qilishadi. Va akidu kayda. Ma ularning hilm-harakatiga qarshi mukofotlayman ularni. Uningga qarshi tasarruf qilma. Uningga qarshi darunima. Ya'ni ularning ilmi kirqatda ma'lum mazgul muhlat qo'sh orqali ondan keyin jazolash orqali ularning adabini berma. Ya'ni ularni maytdi g'oliblarcha ahda azizim muqtadir degani qodir g'oliblar tutma ularni Xudoning bir oyatda sanastadrijuhum min hasla ya'lamun degandek. Abu Saud aytadi, ya'ni ularga deydi. Maytdi puxta bir ilm mekir bilan qarshilik bermanki, uni rad qilish asla mumkin emas. Ya'ni shu darajadagi ular tuymay qolgan yerni tutma. Famahhilil kafirin amhilhum
Ruvayda. Sizlar ey mu'minlar, Peygamber İslam'a hitap, şundaqlar bizge hitap, ularning halak buluş, ular intiqam aldırmanglar, ularning hazır hadidin eşliği Allah Allah nemiş olup ketdi, bu bizge yordam qachon keldi demanglar. Ve amhilhum qalilan, ular azraq vaqt beringlar. Fasawfa tara ma asna'u bihim, ular nima qilganligini ko'rsizlar. Ma'mun Alloh taolaninki en g'oyat chekiga yetgan shakldagi ogohlantirish manimsi tahdid. Shuni bilan bugungi darsimiz oxirlashdi. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.